Aka bu qo'zlar ishi bo'lib qoldi-ya. 3 million so'mdan baho qo'yilgan. Savdo ham bo'ldimi? Savdosi bo'lyapti. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 2025-yil 24-oktyabr, hafta kuniga muborak juma kuni. Hammalaringizga sayyidlayim juma kuni muborak bo'lsin. Mana bugun biz Xudo xolasa Surxondaryo viloyati Boysun tumani Chilonzor mahallasida joylashgan Chilonzor juma mol bozoridamiz. Mana bugun mol bozorida sotilgan qo'y, qo'zi, uloq, echkilar haqida ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Sizlardan kanalimizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'raymiz. Kommentariyada bozor haqidagi o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Aka necha bo'lib qoldi bu? 3 million so'mga 2500 ming so'm savdosi bo'layotgan ekan. Mana urg'ochi buzov chiqdi bozorga. 5 million 150 ming so'mga baraka bo'ldi. Necha bo'lyapti uloq aka? Uloq 1 million deyapmiz, 700 so'ra, 700. 1 million baho qo'yilgan ekan, 700 ming savdosi bo'libdi. Taka uloq. Bu necha bo'ldi bu? Taka uloq. Savdo bo'lgan yo'q, necha pul baho qo'yapsiz? 1 million 300 ming so'm savdo baho qo'yilgan ekan, savdosi bo'lmabdi hozir. Aka necha bo'libdi bu qo'zlar? 3 qilyapti aka. 3 million so'm savdosi, ha? Urg'ochi qo'zimi? Urg'ochi qo'zi. Siz necha pul baho qo'yapsiz? 3,5 deyapman. 3,5 million so'm baho qo'yilgan ekan, 3 million so'm savdo bo'libdi. Bunisi-chi? 39 bo'lyapti, 4,5 deyapti. 3 million 900 ming savdo bo'libdi, 4,5 million so'm baho qo'yilgan ekan. O'zimiz tomosha qilib turaylik. Aka necha pul baraka bo'ldi ekan? 3 million 500 ming so'mga baraka bo'libdi mana. Qo'chqor qo'zi, ha? Qo'chqor qo'zi. Takaluqlar savdosi necha bo'ldi aka? 1 million 700 ming so'mdan savdosi bo'ldi mana. Takaluqlar. Bu qo'zi necha pul ekan aka? Ha? Qo'zi necha pul? 3,5. 3,5 deyapsiz? Savdosi-chi? 26,5. 26,5? Yaxshi bo'pti-ku. Bunisi-chi aka? Qo'chqor qo'zi. 3 million 500 ming so'm baho qo'yilgan savdosi-chi aka? 3 million so'm savdo bo'ldi. Uloq shunga, amaga. Hozir aka. Bu necha bo'ldi bu echkilar? 18 dan baho qo'yapman. 1 million 800 ming so'mdan baho qo'yilgan ekan. Bu taka uloqchi? Takalar 14 bo'ldi, echki 1,5 bo'ldi. Taka uloq 1 million 400 ming so'm, echki 1,5 million so'm savdo bo'ldi mana. Uloqda. Uloq necha pul uloq? Aytiga uloqdi. Uloq 1,5 million so'm ekan. Aka ham ikkilamayapti narxini. Bering men beraylik. Mana 1 million savdo bo'lib ketdi mana aka. Bering. Barakami? Aka bu qo'zi necha pul ekan? 1 million so'm beraman. Beraman. 3 million 500 ming baho qo'yilgan ekan. Savdochi? 3 million 200 ming so'm savdo bo'ldi. Bunisi-chi aka? 5,5 million. Bunisi 5 million 500 ming baho qo'yilgan ekan. Savdochi? 4 million 350 ming so'm savdo bo'ldi. Bu uloq necha pul bu? 1 million 100 ming savdo baho qo'yilgan ekan bunga. Savdosi necha pul? Ha? Savdosi 800 ming so'm savdo bo'ldi. Yaxshi savdo bo'ldi lekin. Aka necha pul qoldi bu qo'zi? 2 million 200 ming so'm bo'ldimi savdosi? Buni 200 ming Bermayapti-da. Bermayapsizmi? Berish kerak-da aka. Kammi yo? Bu qo'chqor qo'zi necha pul ekan aka? 3,5. Savdochi? 3 qoldi. Mana shoxtor qo'zi bahosi 3,5 million so'm ekan. 3 million so'm savdo bo'ldi. Aka bu qo'zi necha pul? Necha bo'lyapti? Savdosi-chi? Necha pul?
2 milyon 500 ming baho qo'yilgan ekan, 2 milyon 100 ming so'm savdo bo'libdi. Aka bular necha pul qo'yadi? 7,5 milyon so'm. Bir joyda 7,5 million so'm. Ha, men 82 bering dedim. 8 milyon 200 ming bo'lsa baraka deyotgan ekan egasi mana. Mana yangi ertachi qo'zlar chiqdi mana bozorga. Aka necha puldan bo'lyapti bular? 2 million so'mdan bir joyda savdosi bo'libdi. Qo'rg'ochiq, Qo'chqor qo'zi aralash ekan mana. Mana hurmatli obunachilar, mana qo'zi sezon ham boshlandi, ertachi qo'zilar. Aka necha bo'lyapti bu qo'zilar? 3,5dan deyapmiz. 3,5dan deyapsiz. Savdo ham bo'ldimi? Necha puldan? 3,5 million so'mdan baho qo'yilgan ekan, bir joyda 2 million 900 ming so'mdan savdo bo'ldi. Echkilarchi? 31dan bo'lsa oddiy. 31dan bo'lsa odingiz qo'zilar. Echkichi? Echkilar 14dan nutqa so'rayapti. Echkilari 1 million 400 ming so'mdan savdosi bo'layotgan ekan. Bir million 125 dan baraka bo'ldimi? Baraka bo'ldi. Ikki tako'loq barakasini bersin mana. Mana shu tako'loq mana 800 ming so'mga olibdi mana. Bu kalta tako'loqlar necha pul ekan aka? 27 yapmiz. Ikkalasi bir joydami? 2 million 700 ming ikkalasi bir joyda baho qo'yilgan ekan. Savdochi aka. Qancha qilasiz? Eshon bu necha pul so'rayapsiz? 1 million 125. 1 million 125 mingdan ikkalasi bir joydami? Ikkalasi bir joyda savdo bo'layotgan ekan. Bering-da aka. Kammi? Ha, bering. Ha? Aka necha bo'lyapti qo'zilar? 3 million 500 mingdan baho qo'yilyapti. Savdosi-chi aka? Hech kim so'ramayaptimi? Aka 3 million olsangiz hamma so'rab qoladi mana shu. Aytib ko'rasizmi? Gap yo'q aka, gap yo'q. Uloqli echki necha pul aka? Uloqli echki sizga ishon 2 million. 2 million so'm ekan uloqli echki mana. Bularchi? Echkilar 1 million 400 savdo bo'ladi uch o'g'ri. 3 ta echki bir joyda 1 million 400 ming so'mdan savdo bo'layotgan ekan. Aka sog'liqchi? Sog'liq 28 bo'ladi, yosh ko'p. Bu 2 million 800 ming so'm savdo bo'layotgan ekan, bo'g'oz qo'y ekan mana. Bular necha puldan savdo bo'lyapti ekan? 3 tasimi? Mana 3 ta urg'och to'qlib bir joyda 8 million 700 ming savdo bo'lyapti. Aka necha pul deyapti aka? 3 ta bo'lsa aka 3 milliondan 9 million bo'lsa o deyotgan ekan. Sog'liqchi aka sog'liq. 3 million 700 ming so'm savdo bo'libdi mana sog'liq. Mana shu akalar 3 ta urg'och to'qlidan savdo qilyapti. 8 million 700 ming so'mdan. Necha savdo bo'lyapti aka bu? Qo'liga 300 savdo bo'lyapti, bermadi. 3 million 300 ming savdo bo'lyapti, berilmadi. Necha pul beryapsiz? Necha pul beryapsiz aka? 3,5 million so'mdan o'tdi ekan. Mana bu gapga endi tushunar ekan aka. Gapga tushunganing uchun bahosi yana 500 ming qo'shiladi ustiga. Qo'shqor ekanmi? Qo'shqor ekan. Zek qildim. Qaysi kanal aka bu? Boysun bor ekan. Obuna bo'lgansiz aka? Bosib qo'ying like'lar. Sayrobga o'tdi Xo'jaolkandan. Xo'jaolkandan 9 million 900 ming so'mga sayrobga baraka bo'ldi. Baraka bo'ldi. 9 cha mana. Qizilcha sayrobga o'tdi. Bo'yingiz aka. Hurmatli obunachilar, like ni bosib qo'yamiz. Keling. Obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib, quvvatlab qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Mana Gashti bozor ham yaqinlanib qoldi. Videolarimiz manfaatli bo'lsa, like ta ayamaymiz.